Qonunbuzarliklarning barvaqt profilaktikasiga qaratilgan choralar kuchaytirilishi barobarida jinoyat sodir etishga urinishlar hamon uchrab turibdi. Mazkur holatlarga barham berish va sud qarorlari ijrosini ta'minlash maqsadida Majburiy ijro byurosining Namangan shahar bo'limi tomonidan navbatdagi tadbir o'tkazildi. Sifati kafolatlanmagan dori vositalari inson salomatligi uchun jiddiy xavf tug'diradi. Majburiy ijro byurosining Namangan shahar bo'limi ish yurituvidagi bo'lgan 6 ta ijro hujjati doirasida sud qarorlariga muvofiq noqonuniy dori vositalarini belgilangan tartibda yo'q qilish tadbiri o'tkazildi. O'rganishlar natijasida muomalaga kiritilishi mumkin bo'lmagan dori vositalari aniqlanib, ularni belgilangan tartibda yo'q qilish choralari ko'rildi. Jami 1179 turdagi dori vositalarining umumiy qiymati 3 milliard 200 million so'mni tashkil etadi. Bizning asosiy maqsadimiz bunday turdagi mahsulotlarning muomalaga qaytadan kirib ketishini oldini olish va aholi xavfsizligini ta'minlash. Mutaxassislar xulosasiga ko'ra, mazkur tibbiy mahsulotlar muomalaga kiritish, saqlash va realizatsiya qilish uchun belgilangan talablarga javob bermagan. Tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad sifati va qonuniyligi kafolatlanmagan shu kabi dori vositalari aholi orasida tarqalishining oldini olishdir. Zero bunday preparatlarning nazoratsiz muomalaga kirishi inson salomatligiga jiddiy xavf tug'dirishi mumkin.